Imperator brendidan yangi premium sifatdagi modelimiz kelgan. Hozir shuni raspakovka qilamiz. Tarelka 6 ligi bo'ladi. Qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan naqshlari, zarlari, tillolari. Bunisi tarelka 7 lik razmeri, ro'zg'orda eng ko'p ishlatiladigan tarelkasi. Shundan ko'paytirib olsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Bunisi 9 lik razmerdagi tarelkasi, pattarelnik qilib bemalol xarid qilaverasiz. Bunisi 10 lik razmerdagi tarelkasi, taqsimcha hisobida xarid qilsangiz bo'laveradi. Bunisi piyolasi bo'ladi. Piyolasini ham qaranglar, farqlari oppoq, razmerlari ham juda ham normada ishlangan. Bunisi kosasi bo'ladi. Kosasi ham juda ham chiroyli ishlangan, tillalari quyuq berilgan. Bunisi choynagi bo'ladi. Choynagi ham juda ham chiroyli ishlangan, formalari ham, naqshlarini ham qaranglar. Gap yo'q lekin. Bunisi salatnitsasi bo'ladi. Salatnitsasini ham formalari juda ham chiroyli ishlangan. Videoni shunaqa premium sifatdagi pasuda qidirib yurgan tanishlarga jo'natib, like bosib qo'yasizlar. Hammalarga bundan ham yaxshilari nasib qilsin. Bunisi mesnoyi bo'ladi. 12 lik razmerdagi bemalol go'shtlarga xarid qilsangiz bo'ladi. Bunisi 10 lik razmerdagi mesnoyi. Qaranglar, juda ham chiroyli ishlangan. Ushbu premium sifatdagi pasuda nabori bemalol biz Velmona pasuda do'konimizga kelib xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Uyingizgacha yetkazib ham beramiz. Hammanglarni Velmona pasuda do'konimizda kutib qolamiz.